Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar. Bugun men sizlarga bir yildan boshlab pensiya jamg'armasi bilan bog'liq juda muhim yangilik haqida sodda aniq va tushunarli qilib gapirib beraman. Bu ma'lumot faqat pensionerlarga emas. Ota-onasi pensiya oladigan farzandlarga, nogironligi bo'yicha nafaqa oluvchilarga, boquvchisini yo'qotgan oilalarga, kam ta'minlangan xonadonlarga va yaqin yillarda pensiyaga chiqishni rejalashtirayotgan fuqarolarga ham bevosita tegishli. Eng muhimi, ko'pchilik bu summa hammaga keladimi? Alohida ariza yozish kerakmi? Plastik kartaga avtomatik tushadimi? Kimlar ololmay qolishi mumkin? degan savollarni bermoqda. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta hujjat yetishmasa, bitta ma'lumot bazada noto'g'ri tursa yoki siz o'z vaqtida tekshirmasangiz, pul kechikishi yoki umuman hisoblanmay qolishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday foydali ma'lumotlarni men imkon qadar oddiy tilda yetkazib boraman. Avvalo masalani to'g'ri tushunib olaylik. Pensiya jamg'armasi bilan bog'liq har qanday yangilikda odamlar odatda 3 ta narsadan xavotir qiladi. Birinchisi, pul miqdori oshadimi yoki yo'qmi? Ikkinchisi, bu oshirilgan yoki qo'shimcha summa hammaga beriladimi? Uchinchisi, pulni olish uchun idoraga borish kerakmi yoki avtomatik hisoblanadimi? Oldin qanday edi? Avvallari ko'p holatlarda fuqaro pensiya yoki nafaqa bilan bog'liq har qanday o'zgarish uchun hududiy pensiya jamg'armasi bo'limiga navbat kutishi, ariza yozishi, ayrim hujjatlarni qayta topshirishi kerak bo'lardi. Masalan, ish staji bo'yicha ma'lumot noto'g'ri bo'lsa, arxivdan ma'lumotnoma olib kelish talab qilinardi. Oilaviy holat o'zgarsa, farzandlar soni boquvchisini yo'qotganlik holati. Nogironlik guruhi yoki bank kartasi ma'lumotlari o'zgarsa, fuqaroning o'zi yugurib yurardi. Endi esa iyuldan e'tiboran tizimda bir qator qulayliklar kuchaymoqda. Eng katta o'zgarish shundaki, ko'plab ma'lumotlar davlat organlari o'rtasidagi elektron almashinuv orqali tekshiriladi. Ya'ni pensiya jamg'armasi ayrim ma'lumotlarni fuqaroning qo'lidan qog'oz shaklida talab qilmasdan tegishli bazalardan olishi mumkin. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, ko'p hollarda pensiya yoki nafaqa oluvchining huquqi mavjud bo'lsa, tegishli summa avtomatik hisoblanishi, qayta hisob-kitob qilinishi yoki to'lov tizimiga kiritilishi mumkin. Lekin men ekspert sifatida sizga muhim narsani aytaman. Avtomatik degani umuman tekshirilmaslik mumkin degani emas. Chunki elektron bazada xatolik bo'lsa, ism-sharifda farq bo'lsa, pasport yoki ID karta ma'lumoti yangilanmagan bo'lsa, bank karta raqami noto'g'ri ulangan bo'lsa, staj yoki daromad ma'lumotlari to'liq tushmagan bo'lsa, tizim sizni chetlab o'tishi mumkin. Shuning uchun bugungi videoning asosiy maqsadi kim nimani kutish kerak, kim xavotir olmasligi kerak, kim esa zudlik bilan ma'lumotlarni tekshirtirishi kerakligini tushuntirish. Birinchi navbatda pensiya oluvchilar haqida gaplashamiz. Agar siz yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz va to'lovlaringiz har oy o'z vaqtida bank kartangizga yoki naqd pul shaklida kelayotgan bo'lsa, siz uchun eng muhim vazifa pensiya miqdori qayta hisoblanganda to'g'ri aks etganini tekshirishdir. Masalan, siz hozir 20.200.000 so'm pensiya olayotgan bo'lsangiz, 1 iyuldan keyin yangi hisob-kitob, qo'shimcha to'lov yoki indeksatsiya bo'yicha o'zgarish bo'lsa, karta hisobingizga tushgan summa oldingidan farq qilishi mumkin. Bu yerda odamlar ko'pincha xatoga yo'l qo'yadi. Qo'shnimga ko'proq tushibdi, menga kam tushibdi. Demak, meni aldashdi deb o'ylaydi. Aslida pensiya miqdori hammaniki bir xil bo'lmaydi. U ish staji, oylik ish haq tarixi, pensiya turi, qo'shimcha ustamalar, imtiyozlar va boshqa holatlarga qarab farqlanadi. Misol keltiraman. Birinchi fuqaro 30 yil rasmiy ishlagan, ish haqidan pensiya jamg'armasiga badallar muntazam ajratilgan. Ikkinchi fuqaro esa 25 yil rasmiy ishlagan, qolgan yillar norasmiy daromad bilan kun ko'rgan. Ikkalasi ham bir kunda pensiyaga chiqqan bo'lishi mumkin. Lekin pensiya miqdori bir xil bo'lmaydi. Agar 1 iyuldan qo'shimcha hisob-kitob amalga oshirilsa ham, birinchi fuqaroning umumiy summasi ko'proq o'zgarishi, ikkinchi fuqaroniki esa kamroq o'zgarishi tabiiy. Shuning uchun faqat qo'shni, qarindosh yoki tanish bilan solishtirish to'g'ri xulosa bermaydi. Ikkinchi guruh nogironligi bo'yicha pensiya yoki nafaqa oluvchilar. Bu toifadagi fuqarolar uchun ayniqsa ehtiyotkorlik kerak. Chunki nogironlik guruhi, tibbiy xulosa muddati, qayta ko'rik sanasi, shaxsiy hujjatlar va bank ma'lumotlari to'g'ri bo'lishi shart. Masalan, fuqaro ikkinchi guruh nogironligi bo'yicha
to'lov olayotgan bo'lsa, lekin tibbiy ko'rik muddati tugagan va yangi xulosa tizimga kiritilmagan bo'lsa, to'lov vaqtincha to'xtashi yoki kechikishi mumkin. Ba'zan fuqaro men oxir yillar davomida shu nafaqani olib kelardim-ku deydi. Lekin tizim hujjat muddati tugaganini ko'rsa, to'lovni avtomatik davom ettirmasligi mumkin. Shuning uchun bunday fuqarolar tibbiy mehnat ekspert komissiyasi ma'lumotlari pensiya jamg'armasi bazasiga to'g'ri tushganini oldindan tekshirtirishi kerak. 3-guruh boquvchisini yo'qotgan oilalar. Bu yerda ham ko'p nozik jihatlar bor. Masalan, farzand voyaga yetmagan bo'lsa, to'lov davom etadi. Agar farzand 18 yoshdan oshgan bo'lsa, lekin oliy ta'lim muassasasida kunduzgi shaklda o'qiyotgan bo'lsa, tegishli hujjatlar asosida to'lov davom etishi mumkin. Ammo ta'lim shakli sirtqi yoki kechki bo'lsa, yoki talabalik ma'lumot tizimida ko'rinmasa, to'lovda muammo chiqishi mumkin. Oddiy misol. Onasi 2 farzandi uchun boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. Katta farzand 18 yoshga to'ldi va universitetga kunduzgi o'qishga kirdi. Agar o'qiyotgani haqidagi ma'lumot bazaga tushsa, to'lov davom etadi. Agar tushmasa, ona pensiya jamg'armasiga borib talabalik ma'lumotini taqdim etishi yoki elektron tizim orqali tekshirtirishi kerak bo'ladi. 4-guruh yaqin orada pensiyaga chiqmoqchi bo'lganlar. Men bunday fuqarolarga ayniqsa jiddiy maslahat beraman. Pensiyaga chiqishdan 1-2 oy oldin emas, kamida 6 oy oldin ish stajingizni, mehnat daftarchangizni, elektron mehnat faoliyati ma'lumotlaringizni, arxiv hujjatlaringizni tekshirib chiqing. Chunki eng ko'p muammo aynan shu yerda chiqadi. Masalan, odam 1945 yildan 1995 yilgacha bir korxonada ishlagan, lekin korxona yopilib ketgan. Mehnat daftarchasida muhr noaniq. Lavozim nomi xira, buyruq raqami ko'rinmaydi. Bunday holatda pensiya jamg'armasi arxiv ma'lumotini so'rashi mumkin. Agar siz bu ishni pensiya yoshiga yetgandan keyin boshlasangiz, to'lov kechikadi. Agar oldindan tekshirsangiz, hujjatlarni vaqtida to'playsiz. 5-guruh bank kartasini almashtirgan yoki yashash joyini o'zgartirgan fuqarolar. Ko'pchilik pensiya kartasini yangilaydi, muddati tugagan kartani almashtiradi. Lekin pensiya jamg'armasida yoki xizmat ko'rsatuvchi bankda yangi karta ma'lumotlari to'liq bog'langanini tekshirmaydi. Keyin pensiyam tushmadi deb xavotir qiladi. Aslida pul hisoblangan bo'lishi. Lekin texnik sabab bilan eski karta yoki noto'g'ri hisob raqamiga ulangan bo'lishi mumkin. Shuning uchun iyuldan keyin birinchi to'lovni kutayotganlar bank ilovasi, SMS xabarnoma yoki bank bo'limi orqali hisobni tekshirib ko'rish zarur. Tasavvur qiling, Gulbahor opa 64 yoshda, yoshga doir pensiya oladi. U har oy 1.300.000 so'm oladi. 1 iyuldan keyin qo'shimcha hisob kitob natijasida unga 1.100.000 so'm tushdi. U xursand bo'ladi, lekin qo'shnisi 1.600.000 so'm olganini eshitib norozilik bildiradi. Bu yerda darhol xato bo'ldi demaslik kerak. Avval pensiya jamg'armasidan hisob kitob varaqasini yoki ma'lumotni so'rash kerak. Balki qo'shnisida mehnat staji ko'proqdir. Balki qo'shimcha ustama bordir. Balki u nogironlik yoki boshqa imtiyoz bilan pensiya olayotgandir. Har bir insonning pensiya formulasi alohida. Yana bir misol. Rustam aka 6 yoshga yaqinlashmoqda. U 20 yil rasmiy korxonada ishlagan. Keyin 10 yil bozorda savdo qilgan, lekin rasmiy daromad ko'rsatmagan. U men 30 yil ishladim deydi. Hayotiy ma'noda bu to'g'ri. Lekin pensiya hisob kitobida rasmiy tasdiqlangan staj va badallar muhim. Agar bozordagi faoliyati yakka tartibdagi tadbirkor sifatida rasmiylashtirilmagan bo'lsa yoki ijtimoiy soliq to'lanmagan bo'lsa, bu davr pensiya hisobiga kirmasligi mumkin. Shuning uchun bugungi kunda yoshlar va o'rta yoshdagilar ham bundan xulosa chiqarish kerak. Norasmiy ish bugun qo'lga ko'proq pul bergandek tuyuladi, lekin ertaga pensiya miqdoriga salbiy ta'sir qiladi. 3-misol. Dilnoza opa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini 2 farzandi uchun oladi. Katta farzandi universitetga kirdi, lekin talabalik ma'lumoti elektron bazada ko'rinmay qoldi. To'lov kamayib ketdi. Bunday holatda vahimaga tushmaslik kerak. Oliy ta'lim muassasasidan kunduzgi ta'limda o'qiyotgani haqida ma'lumotnoma olinadi yoki elektron ma'lumot tekshirtiriladi. Keyin pensiya jamg'armasiga murojaat qilinadi. Agar huquq tasdiqlansa, ayrim holatlarda o'tgan davr uchun ham qayta hisob kitob qilinishi mumkin. 4-misol. Karim aka pensiyasini naqd shaklda olardi. Keyin farzandlari unga bank kartasi ochib berdi.
Lekin to'lov usuli o'zgargani haqidagi ma'lumot o'z vaqtida kiritilmadi. Natijada bir oy pul kechikdi. Bu katta muammo emas, lekin asabni buzadi. Shuning uchun to'lov usuli o'zgarsa, faqat banka emas, pensiya jamg'armasi tizimida ham ma'lumot to'g'ri aks etganini tekshirish kerak. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan, lekin amalda juda muhim bo'lgan nozik jihatlarni aytaman. Birinchi noziklik. Hamma to'lov bir kunda tushmasligi mumkin. Ba'zi hududlarda pensiya va nafaqalar jadval asosida to'lanadi. Kimdadir oyning boshida, kimdadir o'rtasida, kimdadir belgilangan sanada tushadi. Shuning uchun ilk iyul bo'ldi degani, aynan ilk iyul kuni ertalab hammaning kartasiga pul tushadi degani emas. To'lov sanasini, bank jarayonini va hududiy jadvalni hisobga olish kerak. Ikkinchi noziklik. Qo'shimcha summa hamma uchun bir xil bo'lmasligi mumkin. Bu summa hammaga keladi degan gap odamlarni qiziqtiradi. Lekin huquqiy va moliyaviy nuqtai nazardan har bir to'lov turi alohida hisoblanadi. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa, parvarish puli yoki boshqa to'lovlar bir xil mezon bilan belgilanmaydi. Shuning uchun siz qaysi to'lov turini olayotganingizni aniq bilishingiz kerak. Uchinchi noziklik, qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ayrim fuqarolarning pensiyasidan sud qarori, aliment, kredit bo'yicha ijro hujjati yoki boshqa qonuniy ushlab qolish bo'lishi mumkin. Bunday holatda hisoblangan summa boshqa. Qo'lga tushgan summa boshqa bo'ladi. Masalan, tizim sizga 1,5 million so'm hisoblagan bo'lsa, lekin ijro hujjati bo'yicha ma'lum foiz ushlab qolinsa, kartaga kamroq tushadi. Odam esa menga kam berishdi deb o'ylaydi. Bunday paytda pensiya jamg'armasi hisob kitobi va majburiy ijro byurosi ma'lumotlarini alohida tekshirish kerak. To'rtinchi noziklik, hujjatlardagi ism-sharif farqlari. Bu juda oddiy ko'rinadi, lekin amalda ko'p uchraydi. Masalan, pasportda O'g'iloy deb yozilgan, eski mehnat daftarchasida Ugiloy yoki Ogiloy deb yozilgan, yoki tug'ilgan sana bir hujjatda Indikmay, boshqasida Irmamay bo'lib qolgan. Bunday kichik farqlar stajni tasdiqlashda muammo keltirib chiqarishi mumkin. Agar sizning eski hujjatlaringizda shunday farqlar bo'lsa, oldindan tuzatish yoki tasdiqlovchi ma'lumotnoma olish kerak. Beshinchi noziklik. Chet elda bo'lgan davrlar. Ayrim fuqarolar uzoq yillar chet elda ishlagan bo'ladi. Bu davr pensiyaga qanday ta'sir qilishi alohida masala. Agar mehnat faoliyati O'zbekiston tizimida rasmiy aks etmagan bo'lsa, avtomatik hisobga olinmasligi mumkin. Ayrim davlatlar bilan kelishuvlar, sug'urta badallari va tasdiqlovchi hujjatlar bo'lishi mumkin. Lekin buni alohida tekshirtirish kerak. Men chet elda 15 yil ishladim, demak pensiyam katta bo'ladi degan xulosa har doim ham to'g'ri emas. 6. Noziklik, merosxo'rlar va vafot etgan pensioner to'lovlari. Agar pensioner vafot etsa, uning oxirgi oy uchun hisoblangan, lekin olinmagan pensiyasi bo'yicha yaqin qarindoshlar murojaat qilishi mumkin bo'lgan holatlar bor. Bunda o'lim guvohnomasi, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjat va boshqa ma'lumotlar talab qilinadi. Bu mavzu og'ir, lekin hayotiy. Ko'p oilalar bilmagani uchun o'zlariga tegishli pulni so'ramay qoladi. 7. Noziklik, firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Har safar pensiya yoki nafaqa bo'yicha yangilik chiqsa, firibgarlar faollashadi. Ular telefon qilib, sizga qo'shimcha summa chiqdi, kartangiz raqamini ayting, SMS kodini yuboring deyishi mumkin. Hech qachon SMS kodini, bank karta parolini, ilova tasdiqlash kodini begona odamga bermang. Pensiya jamg'armasi yoki bank xodimi sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir shunday qilsa, bilingki bu firibgarlik bo'lishi mumkin. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz amalda nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam. Qaysi turdagi to'lov olayotganingizni aniqlang. Yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi, ijtimoiy nafaqami yoki boshqa to'lovmi? Chunki har birining hujjati va hisob kitobi alohida. Ikkinchi qadam. Shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. ID karta yoki pasport ma'lumotlari yangimi? Familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh yoki ajrim hujjati bormi? Tug'ilgan sana barcha hujjatlarda bir xilmi? JSSR raqami to'g'ri kiritilganmi? Ayniqsa yoshi katta insonlarning eski hujjatlarida farqlar ko'p uchraydi. 3-qadam, bank karta ma'lumotlarini tekshiring. Kartaning muddati tugamagan bo'lsin, karta bloklanmagan bo'lsin. Bank hisob raqami pensiya jamg'armasi tizimiga to'g'ri ulangan bo'lsin. Agar yaqinda kartani almashtirgan bo'lsangiz, bu haqda bank va pensiya jamg'armasi orqali ma'lumotni aniqlashtiring. 4-qadam. Pensiya miqdori bo'yicha tushunarsiz farq bo'lsa, og'zaki gaplarga ishonib yuravermang.
hududiy pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling yoki mavjud elektron xizmatlar orqali ma'lumot oling. Murojaatda aniq yozing. Mening pensiya yoki nafaqa miqdorim 1 iyuldan keyin qanday asosda qayta hisoblanganini tushuntirib berishingizni so'rayman. Shunda siz umumiy gap emas, aniq javob talab qilgan bo'lasiz. 5-qadam. Agar staj bo'yicha muammo bo'lsa, hujjatlarni yig'ing. Mehnat daftarchasi, eski buyruqlar nusxasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish joyidan ma'lumotnoma, ish haqi to'g'risidagi hujjatlar, harbiy xizmat hujjati. Farzand parvarishi bilan bog'liq davrlarni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Har bir vaziyat alohida, lekin asosiy qoida bitta. Og'zaki men ishlaganman degan gap yetarli emas. Buni hujjat tasdiqlash kerak. 6-qadam. Nogironlik bo'yicha to'lov olsangiz, tibbiy xulosa muddatini tekshiring. Qayta ko'rik sanasini o'tkazib yubormang. Agar sog'lig'ingiz sabab o'zingiz bora olmasangiz. Yaqinlaringiz yordamida oldindan tartibni aniqlang. Hujjat muddati tugagandan keyin yugurgandan ko'ra oldindan tayyorlanish ancha oson. 7-qadam. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida farzandning yoshi va o'qish shaklini tekshiring. Farzand 15 yoshga to'lgan bo'lsa va kunduzgi ta'limda o'qisa, bu ma'lumot tizimida aks etganini aniqlang. Talabalik ma'lumotnomasi kerak bo'lsa, uni o'z vaqtida oling. 8-qadam. Murojaatni yozma shaklda qoldirishga odatlaning. Telefon orqali so'rash yaxshi, lekin yozma murojaatning kuchi boshqacha. Agar siz idoraga borsangiz, arizangiz ro'yxatdan o'tkazilganiga e'tibor bering. Elektron murojaat yuborsangiz, murojaat raqamini saqlab qo'ying. Keyin javobni kuzatish oson bo'ladi. 9-qadam. Oilangizdagi yoshi katta insonlarga yordam bering. Ko'p ota-onalar, buvilar, bobolar telefon ilovalaridan foydalana olmaydi. Hujjatdagi xatoni ko'rmaydi, bank SMS'ini tushunmaydi. Farzandlar esa pensiya tushyaptimi, demak hammasi joyida deb o'ylaydi. Aslida 10 daqiqa vaqt ajratib, karta, hujjat to'lov miqdori, qayta hisob kitobini tekshirish katta muammolarning oldini oladi. 10-qadam. Rasmiy manbalarga tayaning. Mahalla qo'shni Telegramdagi noma'lum kanallar. Bir tanishim aytdi degan gaplar ko'p hollarda noto'g'ri talqin qilinadi. Pensiya jamg'armasining rasmiy axborotlari, davlat xizmatlari, bank va hududiy bo'lim ma'lumotlari asosiy manba bo'lishi kerak. Agar xabar juda shov-shuvli bo'lsa, avval tekshiring. Bu o'zgarishlarning ijobiy tomoni shundaki, odamlar kamroq qog'ozbozlik qiladi, ayrim hisob kitoblar tezroq yuradi, tegishli summa avtomatikroq shaklda aniqlanishi mumkin. Eng muhimi, fuqaro o'z huquqini bilsa, pulini o'z vaqtida oladi. Masalan, ilgari odam hujjat olib kelmagani uchun oylar davomida to'lov kechikkan bo'lsa, endi elektron almashinuv to'g'ri ishlasa, bu jarayon ancha yengillashadi. Lekin tizimni to'g'ri ishlashi uchun fuqarolarning ma'lumotlari ham to'g'ri bo'lishi kerak. Men bu yerda sizlarga shuni alohida ta'kidlayman. Pensiya va nafaqa masalasi faqat davlatning ishi emas, fuqaroning ham mas'uliyati bor. Davlat tizim yaratadi, hisoblaydi, to'laydi. Fuqaro esa o'z hujjatini tartibga soladi, ma'lumotini tekshiradi, xato bo'lsa vaqtida murojaat qiladi. Mana shu ikki tomon birga ishlasa natija yaxshi bo'ladi. Yana bir muhim gap. Agar sizga haqiqatan ham qo'shimcha summa tegishli bo'lsa, uni talab qilishdan uyalmang. Bu yordam emas, sadaqa emas, bu qonuniy huquq. Pensiya ham, nafaqa ham, ustama ham belgilangan tartib asosida beriladi. Fuqaro o'z huquqini bilsa, idoraga savol bersa, yozma javob talab qilsa, ko'p masala joyida hal bo'ladi. Demak, 1 iyuldan pensiya jamg'armasi bilan bog'liq yangiliklar ko'pchilik uchun haqiqatan ham yoqimli o'zgarish bo'lishi mumkin. Lekin hamma narsa sizning to'lov turiga, hujjatlaringizning to'g'riligiga, bank ma'lumotlaringizga, stajingizga va elektron bazalardagi ma'lumotlarning mosligiga bog'liq. Bugun men sizga eng muhim narsani tushuntirdim. Pul tushishini shunchaki kutib o'tirmang. Tekshiring, qo'shni bilan solishtirib xulosa qilmang. O'z hisob kitobingizni so'rang. Hujjatda xato bo'lsa vaqtida tuzating. Firibgarlarga SMS kod bermang. Ota-onangiz va yaqinlaringizga yordam bering. Agar sizda 1 iyuldan keyin pensiya yoki nafaqa miqdori o'zgargan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi hududdansiz, qanday to'lov olasiz, summa oshdimi yoki hali tushmadimi? Sizning fikringiz boshqa tomoshabinlarga ham foydali bo'ladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot haqiqatan ham hammaga kerak bo'lishi mumkin.